Assalomu alaykum. Massa olmoqchi bo'lib yurganlarga ma'lumot aytmoqchiman. Bu qo'limdagi massani men Andijonda Baxtiyor akamizga zakaz berib, zakazni o'zim razmerimda tiktirib olganman. Bu paypoq massa men mol teridan tiktirganman va yupqa qilib krossovkani ichidan kiyish uchun paypoq massa deydi, bizda noski deydi. Biz noskiday qilib tiktirganman va kiyib ko'rsam xuddi noskiday bo'lib turibdi, oyog'im o'zida. Krossovkani ichidan kiyaman. Va bu tikishlar ham hamma joyini zavodskoy qilib tigadi ekan. Zamoklari va ichida jabrasi bor. Va chisti men mol teridan zakaz berdim. Baxtiyor akamizdan mol teri, echki teri shunaqalardan zakaz bersa bo'ladi ekan. Bu men Baxtiyor akamizdan mol terini zakaz berib olib, kiyib yuribman. Baxtiyor akamizga rahmat, xudoga shukur. Hozir qish kunlarida ishimizni juda osonlashtiryapti.